keling. Ularga oladigan sharoit yaratib berishga. Buni ham qilib turaymi? Yoshlarga baxti saodat ato qilgin, nikohlarini abadiy qilgin. Robba anzilna nuzul muborak anta khayrun yarhamulloh. Nikoh sizu bizlarga berilgan bir ulug' ne'mat, buni asrab avvalda qadriga yetar ekanmiz. Avvalo nikohlanuvchi musulmon, muslima bo'lishlari shart deb, alhamdulillah, kuyovimiz ham, kelinimiz ham musulmon farzandlari. Keyingi shartlardan mahrni tayin qilishlik deb. Mahr degani nima desa, mahr kuyov kelinga beriladigan mulkka mahr deb ataladi. Buni kim belgilaydi? Qanday qilib belgilaydi? Nima bilan belgilaydi desa, shariat islom aytayaptiki, kelinning shaxsiy o'zlarining mulki bo'lgani uchun kelinning o'zlari belgilasa bo'laveradi debdilar. Ana shuning uchun kelin hozir sizga yordam tariqasida bir summani havola qilib ko'ramiz. Shunga rozi bo'lsangiz, roziligingizni bildirasiz. Kam bo'lsa ham aytaverasiz, ko'p bo'lsa ham aytaverasiz. Faqat kechdim, olmayman deb aytmaysiz. Chunki hali nikohlaringiz bog'langan yo'q, mahrdan biror evaz olganingiz yo'q. O'zingizni qalbingizdan chiqqan gapni olamiz, keling, e'tibor berib turing. Hozirgi kunda shunday qizlarimizning mahrlari 10 million so'm deb belgilanadi. Shunga rozimisiz? Kim aytdi? Birinchi. Yo'q, kelin. Siz aytdingiz-ku. Kelindan so'rayapmiz-da biz. Ertaga kelinga javob bera olmaysiz. Kelinning nimasiga. Xo'p, kelin rozimisiz? Ha. Salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Xushyor bo'lib turinglar ayollar. Bizda e'tibor berib turing gapimga. Birinchisi ham kuyov bola guvohlar eshitadigan holatda baxshida qildim deb aynan shu lafz bilan javob berasiz. Keyin sizdan so'raymiz, siz qabul qildim deb javob berasiz. Tushunadingizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Omijon akalarning guvohligida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sunnati sananiga muvofiq, shariatga muvofiq tayin qilingan mahr evazidan Haydar aka o'g'illari Azimjonga o'zingizni jufti halollikka baxshida qildingizmi? Baxshida qildim. Salomat bo'ling. Xo'p, eshitdingizmi kuyov bola? Hammadan eshitdilaringmi? Eshitdim. Haydar aka o'g'illari Azimjon guvohlarning guvohligida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sunnati sananiga muvofiq, shariatga muvofiq omid o'zingizga jufti halollikka qabul qildingizmi? Qabul qildim. Salomat bo'ling. Alhamdulillah, alhamdulillah, sunnatuna fasilal baynal halal wal haram. Kama qala Alloh taala, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Fankihu ma tawabalakum minan nisa'i mathna thulas ruba. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Amin. Guvohlik dunyosidagi musharraf bo'lgan go'zal oila bo'lishlik Xudo nasiba ham ro'zalagin. Bu nikohlar samaratidan ko'rganda ko'zlari quvonadigan, qalblarini sururi, dillarini quvonchi bo'ladigan, shirindan shakar farzandlarini ota-onasi bo'lishlik Xudo bularga karam qilib bergin. O'zingdan begona qilmagin. Parvardigorim, Alloh Muhammadin alayhi vasallam. Allohu akbar. Mana bismillah. Mana kelin boshqa ichi oladi chumatda. Alloh kimga beradi? Buni sizga, mana kuyovga.